Assalomu alaykum barchaga. Bu meni qizim Muslimaxon Jumaqulova bo'ladi. Aziz insonlar, kim bilandir ajrashsa, hech qachon farzandni otadan ayirmaydi. Aks holda Alloh sizlardan bir umrga tortib olishi mumkin. Xuddi meni qizim singari. Qizijonim, siz men uchun hech qachon o'lmagansiz. Mani qalbimda yashayapsiz. Menga bu dunyoda berilgan jannat bu siz bilan meni onam bo'ladi. Inshaalloh bu dunyoda bitta niyatim siz va onam bilan ko'rishishlik. Ko'zlarimda nam to'lib ketdi. Orzularim unutilib ketdi. Nahot menla qolgan xotiralar yuragingdan yuvilib ketdi. Yurakda dardlar bilan qolgan sevgim bor. Ayriliq ko'chasida qoldi sevgim xor. Yurak yig'laydi, hech kim bilmaydi. Yurak bechora tushunmaydi. Umid bor, har zarbida sog'inchlar so'rar isming bor. Yurak yig'laydi, hech kim bilmaydi. Qoldi vaqtni qaytara olsam, armonlarim bir zum o'tosam, hech bo'lmasa yana meni yoningda bir morsinglar to'yib bo'lsam. Yurakda dardlar bilan qolgan sevgim bor. Ayriliq ko'chasida qoldi sevgim xor. Yurak yig'laydi, hech kim bilmaydi. Yurak bechora tushunmaydi. Umid bor. Aya, qizim, aya bitta bo'ladi. Dada ham bitta bo'ladi. Ayayız bitta. İsmi Jamila. Dadayız bitta. İsmi Sherali. Bubayız ham bitta bo'ladi. Bubayız Gulmira. Akayız ham bitta. Ozod. Canım var. Jojo ham bitta bo'ladi. Aya ham bitta bo'ladi. Iltimos qilaman. Men bilan chaqchaqligini Xudodan qo'rqinglar, men bilan chaqchaqligini qaranglar qizimlar. Nahotki xohlamazlar ota men kurashyapman, sizlar bilan ham, u bilan ham